Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 9-chi qatimliq Dunyo sharqi turkistonliklar qarindoshlik yig'inida o'tiribdimiz. Siz nereden qatnashdingiz? O'zingizni aniqroq tushuntirib bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men ismim Aysa Qari. Gollandiyadan kelib qatnashyapman. Bu qatimqi yig'inga men Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatiga vakolatan kelib qatnashyapman. Meningki u yerdagi jamiyatdagi vazifam, jamiyatningki kotiblik vazifasini o'tayapman. Rahmat. Bu yig'inda qanday o'tyapti sizcha va ta'sirotingizni so'zlab beramiz. Bu yig'in umuman yaxshi o'tyapti. Hammamizga ma'lum bo'lgandek bu yig'inninki bu yillikki 9-chi qatimliq yig'in bo'lyapti. Men bu yig'inninki bundan burunqilarga qatnashgan bo'lganligim uchun yig'inning har yili ochilganlarida o'xshamagan farqlarni, o'xshamagan taraqqiyotlarni ko'ryapman. Shu biz ko'zlagan nishonga qarab umuman yig'in shu tarafga qarab ketyapti. Yaxshi natijalar qo'lga kelyapti deyishga bo'ldi. Sizcha bu yig'inninki qanday ahamiyati bor xalqaro? Yig'inninki ahamiyati bu yig'inninki maqsadi ismi Dunyo Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi. Bu yerdagi bu qarindoshlik degan so'z bo'libmi biz musulmonlar uchun aytib muhim so'z. Bu qarindoshlik deb qo'yib, yana bu eg'izda qasimi bo'lmaydigan so'z. Bizningki islomiy nazariyadan qaraganda qarindoshlik ham eg'izda, ham harakatda, ham qalbda bo'lish lozim. Bu qarindoshlik uchrashishningki asosiy maqsadi nima deganda, qarindoshlik boshda mushu o'xshamagan fikrdagi, o'xshamagan tafakkurdagi shaxsiylarni bir yerga yig'ish orqali haqiqiy qarindoshlik hisoblanadigan qalbga qarindoshlikni kechirish, shu orqali vatanimizningki azodlik yo'lida, azodlik harakatining oldingi sepida mengayotgan qarindoshlarningki qalb birligini o'tirg'a chiqarish, qalb birligini o'tirg'a chiqargandan keyin texmo yaxshi xizmatlarningki o'tirg'a chiqishini maqsad qilib bu faoliyatni, bu qarindoshlik uchrashishni o'rlashtirgan bo'ldik. Bu narsa, maqsad qilingan narsa hozirdan boshlab mevasini beryapti deyishga bo'ldi. Bu yig'indan qanday umidlaringiz va taklif fikrlaringiz bor? Yig'indan qildigan umidim albatta maqsad qilingan narsalarningki mumkin qadar tez fursatda kechikmasdan o'tirg'a chiqishi. Uningdan keyin fikr takliflarim yig'in to'g'ri yildan yilga taraqqiy qilyapti. Texmi taraqqiy qilib shu xalqaro saviyaga tezroq yetishini ham biz Uyg'ur xalqiningmi biz bir ish qilsak xalqaro saviyada qila oladiganligimizni boshqalarga tezroq shaklda namoyon qilishimizni umid qilaman. Allah razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'zingizni qisqacha tanishtirgan bo'lsangiz. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اسمim Muhammed İdris 69 yılı vatanınki Atış şehri tug'ilgan hozirgacha ota onam ahli ilmi ulamo hozirgacha o'zim hamda shu tijorat bilan shug'ullanib chet elda
ticaretninki, biznesninki masterlik kasbini aldım. 2010 yılı Allah subhanahu teala'nın hidayet berishi bilan islom tavhidga qaytib kelgan sabab bilan ilm izlanishga hijrat qilib, ama shu har xil dinlarninki selishtirmasi to'g'risida magistrlikni o'qib inon olib keldim. Hamda hozir shu millatim, xalqimiz, ummatimiz, butun ummat uchun shu vakolatan islomninki haqiqiy haq qismini mutavassib bil haqqiga asosan musulmon emaslarga, ya'ni Yevropadagi inglizlarga taqish vazifani ustim kelib, Alloh rizoligida shuni qilishga tirishyapman. Hozir Yevropaning nerede? Hozir Yevropaning shu Angliyaning Londonda. Hozir qarindoshlik yig'inida turibmiz, 9-qatimliq Dunyo Sharq Turkistonlik qarindoshlik yig'inida. Bu yig'inda hozir qanday o'tyapti yig'in? 3-kunda turibmiz. Qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Alhamdulillah, men bu qitimqi yig'in bilan 2-qatim qatnashishim. Bu qitimqi yig'inda azroq narsalarni o'rgandim, alhamdulillah. Yig'inninki o'rlashtirishi, kun tartibi, mazmunlari yaxshi bo'libdi. Ba'zi mening kutgan umidlarim bor edi, o chiqmay qolibdi, uni yezib qo'ydim. Inshaalloh shunaqa asosan inshaalloh bu qitimda agar shunday bo'lsa, men kelib qatnashishni niyat qildim. Tema qarab turib, alhamdulillah. Yig'indan qanday ta'sirot oldingiz? Masalan, so'zlangan temalardan bo'lsin, ustozlarningki so'zlagan leksiyalardan bo'lsin. Yig'indan olgan asosli ta'sirot endi hozirgi vaziyatda men o'zimninki kasbim bo'lgan ama shu islomni boshqalarga yetkazish jarayonida bir narsaninki bizning millatimizda texnik kamchilik bo'layotganligini, ya'ni hozir vatan ichida mening urug' chiqqanlarim bo'lsin, qarindoshlarim bo'lsin va boshqa millat sabdoshlarimiz bo'lsin, Yevropadagi yashayotgan o'zimizning Uyg'urlar qarab turiblamchi desizlar, kamchilikning maishada texnik o tema qilib qo'ya olmaganligini his qildim. Buning ichida birsi biz Qur'on, hadisga ergashgan ahli sunnat deymiz. Lekin hozirgacha bo'lsa desizlar, biz qitimni qatnashish jarayonidami Qur'oni Karimninki hammamiz o'rtaq e'tirof qilgan, masalan Ibn Kathir, Tabrani degan tafsiri bor. Buni hech qanday bir yerda hozirgacha ma'noda biz safarbar qilib, biz hamma vatanning sirtidagi mushuq zulmda qolgan millatimizga qanday qilib o'g'itishga sababchi bo'lamiz. Hech bo'lmagan tafsirning tarjimasini bo'lsin chiqib bo'ldi, tayyor telefondan bor. Shuni qanday planlaymiz deganni umid kutib kelgan. Fikrlarim mo'shnos qildi, u chiqmadi tema. Shunlashqa u jihatda sal ko'nglimga pukdim, men o'zim davomlashtirib qilib, inshaalloh ayatidan boshlab o'limalar yig'inida bu fikrni o'tirishni to'g'ri topdim, chunki bu so'rin emas deb o'yladim. Boshqa jihatlarda alhamdulillah dunyoning har qaysi joyidan kelgan birodarlarningki mushagiga qilib, oltindek ilm dengizdan suv o'zib chiqqan o'limalarımizdan uchrashib, ularning qimmatli fikrini oldim, xursand bo'ldim. Ba'zi jihatda o'zimning qarshi ilm jihatda kitap o'rgangan jihatda sal o'xshamaslik bo'lsin-chi desizlar, uni tengashdan hojati yo'q. O'zim bilan ketdi, alhamdulillah. Lekin o'zim yaxshi ko'rgan birodarlarimga tavsiya qildim. Hammaga tavsiya qilish fursat kelmadi, agar kasb qilaman inshaalloh. Allah razı olsun. Yig'indan qanday umidlari bor, mumkin yig'indan qanday ahamiyatga ega bu yig'in, Sharq Turkiston qarindoshlik yig'ini qanday ahamiyatga ega? Bu yig'indan mening umidimcha desizlar, hamda 4 odam, ya'ni Alloh ham Allohning rasulini tushungan 4 odamning bir yerga kelishi, o temining qanday bo'lishi o mayli, o bir yerga kelishning o'zilchi o'slar g'alaba deb tushundim. Umidim bor. Endi men bu gapni boshlashdan burun bir oyatni o'qib o'tdim. Ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deb. Biz
bu dunyoga faqat ibodat qilishga kelgan edik. Bu yerdagi ibodat temiz shu desizlar, nurg'un insonlar ibodat degan nima deb so'ralgan vaqtida amaliy turmushimiz cho'zsa ibodatning namoz, zakot ekanligi insonlar bilan ibodatning haqiqiy jumlasiningki, uning nimaligini unutilib ketdi hozir. Shunlashqa endi shu masalan ibodat degan nima deyilgan chaqda barliq degan e'tiqodlarimiz, qilgan aytganlarimiz demakchi bo'lgan qalbimizda bor yoki sirti chiqirib bo'lganning hammasi Alloh xursand bo'ldigan, ammo Alloh qilinglar deb buyurgan bo'lsa, bu ibodat bo'ldi aslida. Yani mishadiki o'tirayotgan so'rindanki namozimizni vaqtida jamoat bilan o'qiyotimiz alhamdulillah. Faoliyatlarning ko'pinchisi shu ibodat islom bilan boshlanyotdi. Alloh qabul qilsa ibodat endi. Lekin bir narsani xursandlik bo'ldim, hamda yana bir narsani qistirib o'tishga bo'ldi. Hamda ibodatningki qabul bo'lish, rad bo'lish nimasi cho'zsizlar. Sura Kahfning 104 oyatga qarasak, Alloh subhanahu va taolo qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ham keyindagi oyatda shuning tafsirida bor. Endi shu tafsir o'qish biz uchun cho'zsizlar qutulishning birdan-bir eng tuyuq birinchi yo'li asli. Chunki Qur'oni Karimni bilgan, tafsirni bilgan millatga cho'zsizlar qo'p deyishning hojati yo'q. Qo'pab kep bo'ladi bu. Ham u bo'lmay cho'zsizlar har qanday narsa tikilganda uning rahbar ketadi, erish charchash ketadi, hatto suiqasd ketadi. Suiqasddan qutulish uchun cho'zsizlar shu Qur'oni Karim qaytish kerak endi. Albatta hadisning hammasi uch tafsirda bor ekan. Shunda tushundim endi. Alloh razı olsun. Boshqa taklif fikrlaringiz, boshqa xalqimizga bo'lsin degan gaplaringiz bormi? Alloh razı olsun, mush fursatni yatib berganingizga Alloh ajrini bersin. Mening taklif fikrim millatim, ummat ham barliq musulmonlarga hozirgi vaziyat biz uchun garchi nayt jafoliq, qiyinchilik, zulmdek tuyulsin cho'zsizlar. Robbil alaminninki hammadan xabari bor. Shunlashqa mush vaziyatda endi meningki tavsiya qildiganim cho'zsizlar. İşimizden en beshiga Qur'oni Karimni akib turib, bo'libmi tafsirni. Kundalik oila turmushimizda arabchasini o'qishga tirishishimiz. Agar o'qiyolmasak cho'dislar, hech bo'lma deganda kundida oilik bolalarimizni yig'ib, do'st birodarlar yig'ib 15 dan 20 minutgacha mush tafsirni o'qib, bir-birimizdan surishti qilib o'zaro uchur yo'llashganda cho'dislar Qur'on o'qiy oladigan bo'lgan tafsirni. Yani qanchalik foydalandim birimizga o'zaro ogohlantirib turib, mushunda qilishsak, anaqda ikkinchisi oyat millatning buloqashiga hech bo'lmaydigan bir odam qo'pab va ibadur rohmanillazina yamshuna alal ardi hawna va idha khatabahumul jahiluna qalu salama vallazina yabituna li robbihim sujjadaw va qiyama. Kechida turib duo qila olamiz bir-birimizga hamda. Hatto o'sha turmida yetib qolgan ishim qilib beramiz degan bilan u kechida turish o'ng'ay emas. Hozir bizning oyatda soat 2:23 da fajr bo'ladi. Shuningdan burun turib duo qilish o'ng'ay emas. Qur'oni Karimni bilgaydan qila oladi buni. Biz asnab qildigan gap shu. Meningki tavsiyasim biz hammaning oldiga qo'yib turib, mush Qur'oni Karimning tafsir tarjimalarini cho'dislar o'zimizning to'nigan bilganlariga bo'libmi, mayadiki ustozlar bilmalardan kutadiganim bir ustoz bo'libmi, mushadiki ustozlarning ko'pligida Misrdan kelganlar bor. Keyin bo'lishib bo'lsa-mu, Yevropa davlatlari boshqalarga bu uchur qilish orqali qanday qilyapsizlar? Mobillikni manda o'qisanglar, Qur'oni Karimni qilsanglar deyishlar. Qarindoshlik deganni maqsad bir narsa xatqim keldi. Qarindoshlik qalbdoshlikqa aparalis cho'disizlar. Bu haqiqiy qarindoshlik bo'ldi deb o'yladim. Yig'inda olgan ta'siratim shu qarindoshlik uchirishi degan bizga qalbdoshlik uchirishini akilalsa, bu haqiqiy qarindoshlik uchirishi bo'ldi endi. Qalbdoshlik uchirishi nereden keldi? Qalbning o'ziqi iymon tavhiddan keldi. Allah hammamizga tavfiq hidoyat bersin. Boshqa savol yo'qmi? İnşallah. Alhamdulillahi robbil alamin. Allah ajrini bersin. Allah mush ummatimizning jo'lislar, mush fitnalarda, mush vaqtlar jo'lislar haqiqiy tavhidga, tavfiq hidoyatga boshlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yig'inga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Ben Turgun Hacım Deptoniydi Germaniyadan geldim.
Men Germaniyadagi Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi. Tashkilotdagi vazifam va Dunyo qurultayidagi vazifam Dunyo qurultayi diniy ishlar komitetining mudiri. Rahmat, Allah razı olsun. Hazır 9-cı qatimliq Dünya Şərq Türkistanlı qarindaşlıqlar yığınına turibmiz. Hazır 3-cü günüsü yığın davamlaşıyotudu. Sizce bu yığın qanday o'tib o'tadi? Menimcha bu yig'in tartiblik, intizomlik, yuqori saviyada, ya'ni xalqaro saviyada bir yig'in bo'lib o'tib o'tadi. Xush bo'ldim. Chunki biz Ma'arif jamiyati bilan uzun yillardan buyon birlikda hamkorlashib, bunday yig'inlarga qatnashib kelyapman. Mana bu qatim 6-cisi hisoblanadi mening bu yig'inga qatnashib kelayotganimga. Yaxshi yuqori saviyada, ya'ni xalqaro saviyada ichilyapti. Evet. Yığından algan ta'siratingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Yig'indan olgan ta'siratim endi bu yerda haqiqatan nurg'un sohalardan, mayli diniy sohadan bo'lsin, ma'arif, ta'lim tarbiya sohasidan bo'lsin va boshqa ziyolilar va siyosatchilar bo'lib bütün sahalardan ilim egileri, yani bilim egileri, ziyolilarimiz çoğulaşkan bir yığın oldu. Yani bu bizim kelgüsü davayımızın terakkiyatı için bizge nait faydalı. Yani bu ondan ben nait yaxşı təsirat aldım. Yığından qanday ümitlerini kütsünüz, qanday ümidiniz var? Yığından kütüdüğün ümidim endi bu degandek yaxshi yuqori saviyada, xalqaro saviyada bir yig'in bo'ldi. Buningdan keyin taxmi taraqqiy qilib bu, ya'ni taxmi ko'p ziyolilarning, taxmi ko'p diniy ulamolarning, hatto jamiyatdagi jamiyat arboblari va savdo tijorat sohasidagi kishilarimizni va boshqa yoshlarimizdan va her sahadan yani kişilerin katılışını ümit kılıyorum. Bu yığının ehemmiyeti sizce qanday ehemmiyeti var bu yığının? Bu yığının ehemmiyeti nayet zor. Çünkü bu qarindaşlık uçuşuş yığını bo'lgandan keyin bu dünyanın her yerinden kelgan. Yani Uygurlar vatanimiz mustamlika bo'lib qolganlikdan vatanimizda xotirjam yaşayamay dünyanın hem yeriga tarqalib ketdik. Bir tarafımız Avustralya, bir tarafımız Kanada, Amerika, bir tarafımız Avrupa, bir kısmımız Orta Asya. Yani şu halette biz bir yere gelip, yani tunuş arkalık özümüzden yani Uygur qarindaş ikenlikimizni ve qarindaşlığımızda takımı küçeytiş maksatı bu yığın nayet yaxşı yığın oldu. Yani bu biz için nayet yaxşı bir fırsat. Tunuşuveliş, konu dostlar bilen görüşüveliş ve yeni dostlar tepeş, aramızda dostluk münasebetinin küçüğüşü ve şunun bilen birle bizim davayımızın küçüğüşü bu biz için ait hoş alınarlık bir iş. Evet. Qanday teklif fikirleriniz var? Benim teklif fikrim endi yığının temaları hazırki vaziyette ait muvaffaq temalar bo'lgan. Ondan başka qo'shib qo'yilgan bir qancha temalar yana zarur deb qarayman endi. Chunki bizning bu Uyg'ur davosi Uyg'urlarning, yani Uyg'ur o'zimizning ichidagi do'stlarimiz, yani davo sepetikilarning ko'payishiga muhtoj bo'lgandek, sirtlardanmi, yani boshqa millat, boshqa xalqlardanmi do'st tepishimizning depişimizge to'g'ri keladi. Yani dostlarımız qancha ko'paygancha bizga boshqa millatlardan, boshqa dindagilardan, boshqa xalqlardan bizga do'st lazım. Yani shularga nima qilish uchun, endi bizning davoyimizni shularga yetkazish uchun, shularning hissiyotini qo'zg'ash uchun biz endi bu yig'inga mencha nurg'un yani birkaç temene, mesela deyler, devletler, çoğu devletlerge
ta'sir yetkazadigan shaklda davoni tunutulgan shaklda va shularni shular orqali Xitoyga besim qiladigan shaklda bir temalar bor, masalan diplomatiya. Bu tema muhim tema, endi diplomatik munosabat bu davlatlar orasida bo'ladi. Shunimi biz Uyg'ur millatimi davlat qurgan, davlati bor, davlati besilib olgan millat. Bizmi albatta vatanimiz mustaqil bo'lsa diplomatik munosabat albatta o'rnatamiz. Shuningga endi davlatimiz mustaqil bo'lishdan oldin biz shu diplomatik siyasetlerini, diplomatiyani o'rganishimiz albatta zarur. Shunga bu temani qatib qo'ysak deyman. Ondan başka şu lobicilik hakkındaki temalarını katıp koysak, yani başka devlet, her birimiz turvatkan devletlerdeki şu yerdeki siyasetçilerge özümüzde tutup şularının şu özünün hükümetine tesir kıldığın kişilerini kolluk keltiriş arkalık, şular arkalık Xitay hükümetine besim kılış ma şekilde lobicilik faaliyetleri hakkında bu temalarını ben çıkartıp koşum oyunda karayım. Rahmet, Allah razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan o'zingizni qisqacha tanishtirgan bo'lsangiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Obul Qasim Ahmadi. Men asosan o'qishdan ko'prog'ini diniy o'qishlarni vatanda o'qigan. Keyin arab davlatlaridan bir qancha davlatlarda ziyorat qilgan bo'ldim. Saudiya Arabiston bir qancha jamialarda ilm olgan bo'ldim. Hozir Saudiya Arabiston radiosi Uyg'urcha bo'limida ishlayman. Mening ismim asosan Obul Qasim Ahmadi desa hammaylar ko'p qarindoshlarimiz biladi. Rahmat, Allah razı olsun. Yig'in qanday o'tdi, qanday ta'sirot oldingiz, buni qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Yig'in menimcha nihoyatda yaxshi o'tdi. Men burun 4 yil burun 5-chi qatimda qarindoshlik musiga qatnashgan. Shuning g'azirlashdigan vaqtimizda yig'indagi saviyasi taraqqiy qilibdi. Yaxshi ustozlar tanlanibdi. Inshaalloh bu yig'in menimcha nihoyat yaxshi o'tdi deb qarayman. Yig'indan jiq foyda oldim o'zim boshqa ustozlardan fikrlardan. Yig'indan qanday umidlarimiz bor? Bu yig'indan yaxshi cho'ng umidlarni kutamiz. Bu yig'in degandan keyin dastlab qatnashayotganda ba'zi ustozlar, qarindoshlar uni qadriga yetib olmaydi. Ammo odam tadrijiy hayotida har xil fikrlarga duch keladi. Bu yerda bo'libmi yig'inda jiqroq ziyolilarga o'rin berilibdi. Odam qarshi fikrdagi yoki boshqa bir yo'ldagi odamlar bilan qancha ko'p borlasa, o'zininki bir o'tir hal yo'l tutib menishqa ba'zi nimalarda yaxshi foydasi bo'ladi. Inshaalloh bu yig'in o'zimizni tarbiyalab yetishtirishda jiq foydasi bor. Yig'indan nihoyatda unumli foydalandim. Rahmat. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Meniki bu yig'inga qatnashishim, ikkinchi qatimda qatnashishim. Tunji yili 2009-yili yig'in qatnashish uchun bu qarindosh uchrashuvga qatnashish uchun keldik. Kep ichilish kunisi qildik. Ertasi bu shun xabar almashdan birga hammamiz kurslarga chiqdik. Nurg'un namoyishlar, yig'ilishlar, suhbatlar. Shundan 13 kunlik vaqtim bor edi. Şu birisine tanışıqıma nisib bo'lmay, aytib ketman degan kunisi merhum ustozimiz Mahsum Hacım, Abduqodir Kan, Ne'matullah bu ustozlar bilan o'tirishib, men shu tanışıqni fursat olmay qoldi kunisi. O vaqtda hammamiz shu aldirashdan shuni xabardan kelimiz anglagan hammamizning o paramız o'tirsa vaqtimiz bo'lmay qoldi. Shuni Mahsum Hacimni chaqirib, Abduqodir Akamni chaqirib, Ne'matullahni barkandim. Men bu Shvetsiyadan kelgandim. Bu faoliyatga qatnashish uchun. Ammo bu faoliyatga qatnash nisb bo'lmay boshqa bir shuni xabarlar hammamiz o'zini telefonlab ketdik. Shuni men ketib biz aqosan tunishulay deb nima qilsam Mahsum Hacim qaytdi kelib quchoqlab ko'rishib kechirib qolgan deb nima qildi. Shuni bu
bu başımıza kelgan bu fojia faqat sinoq emas, butun hammamizning fojiasi. Shunga o'sha kelib haqqosdan mishadi bir xizmat qilishga, mishadi namoyish bo'lsin, undan boshqa mishadi nurg'ulgan qanash Allohning nisb qilganligiga Allohga hamd sano aytimi deb o'sha o'ltirib paranglashdik. Paranglashib tunishib nuqlagandan keyin Abduqodir akam mana qizg'in qarshi edib 15-20 minut paranglashib bo'lgandan keyin bugun bizning Sapolko'ga chiqdilar. Shu vaqtda Sapolko'ga ben chiqdik. Ben chiqib Maqsumojim men o'y boshlaysam bugun mening nevram tug'ilgandi. O'y bir oz qilamoqan men o'yga bugun boshlamaganligimga ko'nglim bak yerim deb nima qildi shu Abduqodir akamnikida o'ltirdik. Çay pay içip oturduğunu kıldık. Keçi onda Nemetullah kardeşimizden ülgüp ayada çay pay içip konak kılıp ayetsi Maqsumojim Abduqodir akam kalan kardeşimizden billah mümkünümüzde alaka zeytin buran gibi yani suyu olsa program buluş ve siyaketken buldum. Ondan için menenki bu nemege her yıl kavgim ottak ba ama bizden uyarı bir cemiyetimiz, cemaatçilikimiz boğallık için yerde yazlık vaxtıda bizningki shu bolalar ta'til olgan vaqtda bir yarim oylik kursimiz bor. Bolalarni yig'ib, buniki til, dindan savob chiqarish shunda bir nimiz bo'lgan jihatdan u yerda beshkimizning qilishi bak muhim bo'lgan men kelmay qoldim, ammo shu vaqtdagi jamiyat mas'ullari, vakillarimiz har yil kelib turgan bo'ldi. Allohga shukr, bu yil bu qarindoshlik uchrashuvninki 9-yiliga Alloh buni qatnashishga, buningga shirkat buluşumuzga Allah nasip qilganligiga bak xursandman. Ammo bu yig'ilishning bo'lgan ma'naviy boyliqlarninki bu qadar keng ko'lamda ekanligidan xabarimiz bo'lmay, bu kitanmaganligimizga biroz afsuslandik. Yig'in bak yaxshi o'tdi. Bizlarni bu jamiyat ish qilayotgan ommaviy cemiyet emas başka her türlü yollar arkalı xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarımizga bir nişanımızga yetish uchun bir yo'limiz oydinligan, nurg'ulgan ulamolarımızdan, fanniy ulamolarımızdan, diniy ulamolardan nurg'ulgan bilimlarni o'rgangan bo'ldik. Allohga shukr. Eksiklik bor. Bu bo'lsin merhum ustozimiz Maqsumojimning aramizda bulanmaganligi, ustozimiz Abduqodir akam yetgan aramizda bulanmaganligidan boshqa bu yig'in bana bak ta'sir qildi, bak yaxshi o'tdi. Alloh nasib qilsa bundan keyin shu bo'shliqni to'ldirishga tirishimiz inshaalloh. Bundan keyin Alloh nasib qilsa bundan kelinmaganligimizni onu to'ldirishga tirishimiz. Menimcha buningda bir komfortsiz o'tgandek mana shu ta'sir va chunki men 9 yildan keyin qatnashganligim mana shunda ta'sir berdimi? Bu menga yaxshi ta'sir qildi. Bütün dünyadaki Uygurlarga nisbeten bu cemiyette iş kılıvatkanlarınki cemiyetindeki çingişi, cemiyetindeki müstahkemleşişi, aktifleşişi bir ruhi uzuk bulduğu da qarayman. Bu yerdeki bo'lgan bilimlerinki, bu yerdeki bo'lgan bilimler, bu yerdeki bizlerge o ulamolarımızdan taqdim qilgan bu nimaları, düşünceleri bu şu cemiyetde xizmat qilayotganlarning jamiyatdagi mustahkamlashishiga, uning qayta bir aktivlashishiga buning bir cho'ng foydasi bor deb qarayman. Undan boshqa jamiyatda xizmat qilmagan, taraqa yurib ketgan qarindoshlarimizninki bir jamiyatlashishiga bir sabab bo'la, bu yerdagi agar bu yerdagi bo'lgan bilimlarni tushungan bo'lsa deb men bunda bir tushuncha keldi. İnşallah shunda bo'lsa.